Meduza Dubbing. Eng so'nggi animelar. Telegramdagi Meduza Dubbing uchun maxsus o'zbek tiliga o'ldirilmoqda. Ovoz beryapti Foxel va Koroleva. Ming hunar egasi. Axir bu teleportatsiya nuri. Qo'y, nima bo'ldi? Birdaniga tashqariga chiqdik. Bu nima? Qani, borib ko'raylik-chi. Kechirasizlar, yo'l bering iltimos. Qora ajdar. Iltimos to'xta. Bu yerda nimadir noto'g'ri. Nima? U allaqachon mag'lub bo'libdi. Bu yerda nima bo'lyapti? Nima? Bu axir Oron. Luna-san. Qanday qilib qora ajdar bilan jang qildingiz? Davolanishingiz kerak. Oron. Tozalash ishlarini hal qiling. Nima uchun? Faqatgina Oron yaralangan ko'rinadi. Nahotki u bir o'zi u bilan kurashganmi? Sen yengdingmi? Bu mumkin emas. Meni mensimayapsanmi? Bas qiling. Nima? Ko'rinib turibdiki, qora ajdahoni Oronning o'zi yengan. Nega? Nima uchun o'z zaifligingizni tan ola qolmaysiz? Nima? Sen har doim bizga nima qilishni o'rgatma. Pixie, unga qarab qo'y. Tanam harakatlanmayapti. Jang allaqachon tugagan. Ikkalangiz ham to'xtang. La'nata. Eng birinchi ekspeditsiyam haqidagi hisobotim faqatgina Oron haqida bo'ladi shekilli. U menga jasorat berdi va birinchi ilg'or sehrimni ishlatishimga ham yordam berdi. U menga parallel qurilish haqida o'rgatdi. Va yana u mashhur qora ajdahoni yolg'iz o'zi yengdi. U yana bir marta hayotimni qutqardi. Oron jang qilayotgan paytda juda ham ajoyib ko'rinardi. Uning ifodasi har doim ham shunchalik mehribon bo'ladi. Buni farqlamasdan bo'ladimi? Men qaytdim. Opajon, xush kelibsiz uyga. Yuzi qarab bo'lmas ahvolda. Uni bunchalik charchaganini ko'rmaganimga ham ancha bo'lgandi. Opa, yotishdan oldin hech bo'lmasa bir marta yuvinib oling. Keyinroq, maylimi? Unday bo'lsa, birga hammomga boramiz.
charchaganingizda cho'milish kerak, shunaqami? Katta rahmat, Sofiya. Bugun omon qolganimizga juda ham xursandman. Bu Oren tufayli bo'ldi. U bugun juda ham ajoyib edi, shunaqami? Xo'sh, Sofiya. Oren va qora ajdaho o'rtasidagi jang senga qanday ta'sir qildi? Nima? Xo'sh, Oren juda ham kuchli edi. Ha, bu odatiy reaksiya. U bizdan shunchalik kuchliki, hatto uni tushuna olmayapman ham. Ammo men tushundim. Nima deding? Nimalarni tushunib olganingni qani aytchi? Opajon, tinchlanib bo'lsangizchi. Ha, kechirasan. Oronning harakatlari va sehrlari ajoyib edi. Lekin qolgani shunchaki asosiy narsalar deb o'ylayman. Asosiy narsalar? Bu orqa hujumchilar va himoyachilar qanday jang qilishlari haqida bizga o'rgatganlariga to'g'ri keladi. Shunday qilib, men juda ko'p narsani o'rgandim. U bularning hammasini yolg'iz o'zi qila olishi juda ham ajoyib. Men hech qachon tushuna olmasam kerak deb o'ylagandim. Bu cheksiz kuch quduqni Oren jangida ko'rganim. Ammo Sofiya boshqacha edi. U o'z uslubi bilan ko'rganlarini tushunibdi. Sofiya, sen juda ham ajoyibsan. Lekin men... Bu to'g'ri emas, opa. Siz mendan ham ajoyibroqsiz. Sofiya, men sizni hammadan ham ko'ra ko'proq hurmat qilaman. Har qanday vaziyatda ham oyoqda turibsiz. Siz juda ajoyibsiz va ko'pchilik sizga ishonadi. Men ham har doim sizga o'xshashni xohlayman. Lekin nima bo'lganda ham o'zingizni bunchalar qiynamang, xo'pmi, opa? Og'riqni qoldirish. Butun tanam og'riyapti. Taxminan tush payti bo'ldi shekilli. Axir kecha o'zimni chegaramgacha qiynaganman. Shunchaki sehr ishlatganimdan keyin hech narsa bo'lmaganidan juda ham xursandman. Senmisan? Bezovta qilganim uchun uzr. Ahvolingiz yaxshimi? Ko'rib turganingizdek men yaxshiman. Uzoq yo'ldan kelganingiz uchun rahmat. Siz tufayli o'qitish ekspeditsiyasini hech qanday qurbonlarsiz yaxshi yakunladik. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Egilishni bas qiling. Sizga o'xshagan odam axir. Mavqeyimning umuman ahamiyati yo'q. Siz meni va yangi yo'llanganlarni ham qutqardingiz. Siz tufayligina omon qoldik. Qancha minnatdor ekanligimni aytsam ham kam. Selmasan. Aslida iloji bo'lsa, hozir bizning qabilamizga bora olasizmi? Rahbarimiz sizni ko'rishni istayotgandi. Albatta. Bugun hech qanday ishim yo'q. Buni tezda tugataman. Osmon tungi kumush quyonlariga qo'shilmoqchimisiz? Sizdan birinchi liniya jangchisi sifatida qo'shilishni so'rayman. Bizning klanimizga eng kuchli jamoasi sifatida. Va men klanimizning leytenanti qilaman. Leytenant, men juda yoshman-ku. Sizda yetarlicha tajriba va kuch bor. Va siz bilimdon, jiddiy va mehnatkashsiz. Siz leytenant bo'lish uchun hamma narsaga egasiz. Siz ham rozi bo'lasiz, senmasan? Albatta. Klanimizni qo'llab-quvvatlash uchun siz bilan birga ishlashni juda ham istagan bo'lardim. Oddiy holatda har kim bunday taklifni qabul qilgan bo'lardi. Kechirasiz, menga biroz vaqt bera olasizmi? Albatta, xohlagancha vaqt oling. Rahmat, kattakon. Unda bora qoling. Ha, aytgancha, sayohat gildiyasi sizni ko'rmoqchi. Mayli, o'sha yerga ham boraman. Tungi osmonlar klani meni chaqirayotganiga hayronman. Demak, jangovar sheriklarim bo'lishi mumkin.
Bu kulgili emas. Kechirasan. Sen har doim shunchalik ulg'ayotgan ko'rinasan. Biror marta yoshingga yarasha harakat qilayotganingni ko'rish yaxshi. Men jiddiy aytyapman, bilasizmi? Ular menga yuqori baho berishyapti, bu haqiqat. Lekin yana bir bor ishlatilib, tashlab yuborilishing mumkin. Ishlatilgan yaxshi so'z bo'lmasligi mumkin. Lekin menimcha bir-birimizni qo'llab-quvvatlash va zaifligimizni to'ldirish orqali odamlar o'sadi. Sizni aytganingizga qo'shilaman. Lekin yana bir bor o'ylab ko'rindi. Eng yomon paytda kelibman. Shunday qilib, qora ejderho 50-qavatda paydo bo'libdi va siz uni yolg'iz mag'lub qildingiz. Ha, bu rost. Yolg'izmi, bo'lishi mumkin emas. Biz uni allaqachon kuchsizlantirgandik. Seni omading kelib oxirgi zarbani berding. Omadingiz kelibdi. Biz sizning hayotingizni saqlab qoldik. Og'zingni yop. Nima? Janob Derik. Gildiya ustasi, mumkinmi? Oliver, yangi sehrgaring bilan to'g'ri 92-qavatga nima uchun kirding? Ko'p marta qilganing uchun oson bo'ladi deb o'yladingmi? To'g'ri aytdimmi? Senga ko'p marta aytganman. Kuchlanmaguningcha oldinga ketish xavfli deb. Chuqur qavatlarga kimdir o'limdan qaytganini ko'p marta eshitganmiz. Mana shuning uchun ham biz yangi sehrgarni oldik. Sening kuchingdan ko'ra kuchliroq qo'llab-quvvatlovchi bo'lgani uchun unga ishongandik. Va shuning uchun meni ishdan bo'shatding. Bu haqida xafa emasman. Meni xafa qilayotgan narsa sehrgarlarga qanchalik ahamiyat bermayotganing. Men hammasini bilaman. Sehrgar muhim, shuning uchun men yangisini oldim. Unda nima uchun chuqur qavatdan boshlading? Bilasanmi qancha konsentratsiya talab etiladi? Sehrgar uchun qattiqlikda. Sehrgarning yagona qilish kerak bo'lgani xavfsiz joyda o'tirish va birinchi kuch tugashi bilan boshqasini qo'llash. Bu oddiy. Jiddiy. Aytyapsanmi? Albatta, bu haqiqat. Ishonmayapman. Oliver 61 soniya. Anelli 134 soniya. Derik 186 soniya. Sening har bir kuching shuncha vaqt davom etadi. Sehrgar ularning hammasini kuzatib, kuchlarni yangilab turishi kerak va shuningdek qolgan guruhga buyruq berish kerak. Bu qanday qilib oson bo'lishi mumkin? Aytchi, Oliver. Sofiya, Orinsan keyingi qiladigan ishlari haqida nimadir eshitmadingmi? Yo'q, hech nima eshitmadim. Kecha uning o'zi bilan gaplashishga hech ham imkonimiz bo'lmadi. Orinsan, tungi osmon qo'yonlariga qo'shiladimi? Sen ham shunday deb o'ylayapsanmi? Biz ham aynan shu haqida gaplashayotgandik, to'g'rimi, Sofiya? Ha. Unda birgalikda so'ramaymizmi? Ajoyib fikr. Lekin hozir uni qayerdan topamiz? Menimcha, opam bo'lishlari mumkin. O'rin Dura. Uning bizni safimizga qo'shilishini juda ham istardim. Lekin u yana hamrohlariga ega bo'lishni xohlarmikan? Bu haqda bilish qiyin. Lekin u albatta ularsiz ham yashay oladi. Va yana nima, sehrim ishlamayaptimi? Unga mening yordamim kerak ham emas. U hozir mendan ancha-muncha kuchliroq. Tan olishim kerak. Va men unga klanni qo'llab-quvvatlash uchun hamkorlik qilishni istayman dedimi, jinniman? Opajon! Nima bo'ldi, Sofiya? Siz o'rinning qayerda yashayotganini bilasiz, to'g'rimi? Biz undan tungi kumush quyonlariga qo'shilishini so'ramoqchi edik. U qayerda? Jiddiy aytyapsizlarmi? Men ham uning qo'shilishini istayman, lekin uning bu kuchi bilan bizga hojat yo'q. Biz unga ortiqchamiz deb o'ylab qoldim. Agar yana biror narsa bo'lsa, bu darajamiz bilan faqatgina uni sekinlashtirishimiz mumkin. Bu bizga ma'lum.
Lekin baribir bizga qo'shilishini istayman. Shunchaki uning yonida bo'lish menga nimanidir o'rgatadi. Ha, to'g'ri. Bu qiziqarli, chunki u senga o'rgatganda sen yana ham kuchliroq bo'lishing mumkin. Haligi men ham u bilan ko'proq bo'lishni istagan bo'lardim, opa. Hoy bolalar. Hozirda biz uni sekinlashtirayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bir kun kelib biz kuchliroq bo'lamiz va uni bizni hamkasb sifatida tan olishiga erishamiz. U to'g'ri aytayapti. Men shunchaki undan o'rganib, kuchliroq bo'lishim ham mumkin-ku. O'ylashimcha, men bu haqda ko'p o'ylab yubordim. U sayohatchilar gildiyasiga ketdi. Agar shoshilsangiz, Rahmat, kattakon. Yetdik. Derek, endi ular kuch bilan teleportatsiya uchun jazo haqida gaplashadi. Eng achinarlisi shekilli. Charchadim. Bu ularmi? Ular bu yerda nima qilishyapti? Uni topdik. Janob Oron. La'nat. Kecha olgan jarohatim meni qiynayapti. Lekin men nega qochyapman o'zi? Janob Oron, Gaplashmoqchimiz. Qayerdasiz? bu yoqqa chiqsangizchi. Yo'q. O'rinsan. Janob Oron. Qayerga ketdi? Ana u yerni qaraylik. Ha, Janob Oron. yaxshi. Nima? Bu yerda yo'q. Judayam qiziq. Bilaman, o'sha yoqqa ketganda. Nega endi? Ulardan qochyapsan. Boshqa bir ziyofatga qo'shilmaslikka qaror qildim. Lekin bu ularni xafa qiladi. Demak, ulardan qochyapsan. Ular sen uchun juda muhimdek. Judayam g'alati. Nega u bizdan qochyapti? Balki osmon kumush quyonlariga qo'shilmoqchi emasdir. Shuning uchun ham hammamiz borib so'raymiz-da. Lekin agar u rostdan ham rad etsa nima qilamiz? Unda men kumush quyonlardan ketaman. Uning shogirdi bo'laman. Voy, yaramasi. Unda men ham shunday qilaman. Sofiya, biz bilan ketasanmi? Haligi u bilan xayrlashishga umuman kelmayapti. Nima qilsam ekan? Ular senga juda havas qilishadi shekilli. Bas qiling qariya. Men bu yerga yugurib kirayotganingda xuddi zavqlanayotgandek ko'rinding-ku. Bilaman, sen ham biror joyda tegishli bo'lishni istamaysan. Lekin menimcha, yolg'iz bo'lishing shart emas. O'z o'rningni boshqalar yonida topishing mumkin. Mening o'rnim qayerda? Janob Oron, Sofiya, haligi kecha bizni qutqarganingiz uchun kattakon rahmat. yo'q. Sizni butun kun davomida qidirib yurdik. Qayerda edingiz? Anu, shaharni aylanib yurgandim. Bu paytda bu yerda nima qilyapsan? Bu joy bizning urug' shtab kvartiramizga yaqin va mening sevimli joylarimdan biri. Sevimli joymi? Xuddi shunday. Bu yerdan qaraganda u juda ham go'zal ko'rinadi. Bilasizmi? Hatto osmon to'liq qorong'i bo'lganda ham oy juda ham yorqin porlaydi. Juda go'zal. Shuning uchun oyga qaraganimda o'zimga nisbatan kuch olgandek his qilaman.
osmon kumush rang quyonlari nomidan kelib chiqishini bilasizmi? Oy shuningdek tunning yo'lboshchisi deb ham ataladi. Shu bilan birga osmon kumush rang quyonlari sarguzashtchilar uchun ham yo'lboshchi sifatida bo'lishni xohlaydi. Bu nom shundan kelib chiqqan. Yo'lboshchi. Men bir marta shu haqida kimdir bilan gaplashganman. Haligi janob Oron. Iltimos qilaman, osmon tungi kumush rang quyonlariga qo'shila olasizmi? Shunchaki sizning yoningizda qolishni juda ham istayapman. Xo'y, Safiya. Sen uchun tungi osmonlari qanday joy? Men uchunmi? Ha, Xo'sh. Ular menga ko'p narsalarni o'rgatishdi. Menga mehr ko'rsatishdi. Ko'pgina tabassumlar taqdim etishdi. Bu mening uyim deb g'urur bilan ayta olaman. Men uchun bu joy menga tegishli bo'lgan joydir. sen tegishli bo'lgan joy. Demak, javobni topganga o'xshaysiz. Ha, Vincent. Yo'q, lider. Menga qo'shilishga ruxsat bering. Sizni ko'rganimdan xursandman. Oron, va nihoyat tabriklayman. Bu sizga gildiya formangiz. Marhamat kiyib oling. Safiya, bu rostmi? Bu ajoyib. Endi men tungi kumush quyonlarining bir qismiman. Siz bilan ishlashni intiqlik bilan kutaman. Telegramdagi Meduza dubbing uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda ishtirok etdi Foxia va Koroleva. Bu qismi juda ham ajoyib bo'ldi. Ajdarxonni yenggan, ko'rib turibsizlar. Lekin hali ham ishonishni xohlamayapti anu darmaytlar. Odam ko'rgan narsasiga ham ishonmasa, endi bu nima ekan? O'zini har doim kibr deb o'ylab olishi, boshqalardan o'zini ustun qilishi kerakmi? Vaqti kerak emasmi? Ha, mayli. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Mayli, ko'rishguncha.